15. bob. Әтісі таң сәһәрдә Oli ruhaniylar, ақсақалlar, Tevrat ustozlari va Oli Kengashning bütün a'zolari maslahatishib olgandan keyin Hazreti Aysoni bog'lab, Vali Pilatusga topshirib berdi. Pilatus uningdan: "Sen Yahudiylarning podshoyimi?" deb so'radi. "Aytganingizdek", deb javob berdi Hazreti Ayso. Oli ruhaniylar uning ustidan bir muncha shikoyatlarni qilishdi. Pilatus uningdan yana: "Qara, ular ustingdan shuncha vala shikoyat qilyapti. Sen hech qaysisiga javob bermamsan?" deb so'radi. Lekin Hazreti Ayso yanla zuvon surmadi. Pilatus buningga hayron qoldi. Har qitimliq o'tib ketish yetida vali xalq iltimos qilgan bir mahbusni qo'yib beradi. Ayni vaqtda zindonda to'plangda odam o'ltirgan to'plangchilar bilan birga tutilgan Barabas ismli bir kishi bor edi. Xalq vali Pilatusning oldiga kelib, uningdan bir mahbusni burunqiga o'xshash qo'yib berishni talab qildi. Pilatus ularga: "Sizlarga Yahudiylarning podshoyini qo'yib berishimni xohlamsizlar?" dedi. Pilatus Oli ruhaniylarning Hazreti Aysoga hasadxo'rlik qilib, uni o'ziga topshirib berganligini bilatdi. Biroq Oli ruhaniylar xalqqa Hazreti Aysoning o'rniga Barabasni qo'yib berishni talab qilinglar deb ularni kushkirtdi. Pilatus ulardan yana: "Undaq bo'lsa, sizlar Yahudiylarning podshoyi deb atagan odamni qandoq bir taraf qilay?" deb so'radi. "Uni kristga mixlating" deb chiqqan silishdi ular. "Nemishqa? U nima jinoyat o'tkazibdi?" dedi Pilatus ularga. Biroq ular texmi qattiq vaqirishib, "Uni kristga mixlating" deb turaverishdi. Xaloyiqni xursand qilmoqchi bo'lgan Pilatus Barabasni ularga chiqarib berdi. Hazreti Aysoni bo'lsa, qamchilatgandan keyin kristga mixlash uchun lashkarlarga topshirdi. Lashkarlar Hazreti Aysoni vali o'rtasidagi bir saynoga elib kirdi. Ondan bütün lashkarlar to'pini bu yerga yig'di. Ular uningga shohona so'sin ranlik ton, beshiga tikan shoxirdan o'rib yasalgan toj kiydirdi va uningga "Yoshsun Yahudiylarning podshoyi" deb vaqirashdi. Ondan beshiga qo'mish bilan qayta urib, uningga qarab tukirishdi va uning oldida tiz bukib sajda qilishdi. Uni mana shundoq mazaq qilgandan keyin so'sin tonini soldirib, uchiga o'z kiyimlarini kiydirdi va kristga mixlash uchun elib minishdi. Simon ismli bir kishi yezdan kelib, u yerdan o'tib ketyotdi. Iskandar bilan Rufusning otasi bo'lgan bu odam Kirin shahridan edi. Lashkarlar Hazreti Ayso yutib mangan kristni bu odamga majburiy ko'tirgizdi. Ular Hazreti Aysoni Golgota, ya'ni bosh so'ngak degan yerga elib bordi. Uningga murmakka aralashtirilgan sharob berdi. Lekin Hazreti Ayso uni ichmadi. Ular Hazreti Aysoni kristga mixlab osdi va har qaysi o'ziga chiqqanni ilish uchun chak toshishib, kiyimlarini bo'lishib oldi. Hazreti Ayso kristga mixlangan vaqt atigan soat 9lar edi. Gunoh taxtisiga Yahudiylarning podshoyi deb yozilgan edi. Hazreti Aysodan boshqa ikki qaroqchimi kristga mixlangan bo'lib, biri uning o'ng yendiki, yana biri so'l yendiki kristda edi. Shundoq qilib, muqaddas yozmalardiki, u jinoyatchilar bilan bir qatorga qo'yildi degan so'z isbotlandi. U yerdan o'tganlar boshini chayqishib, Hazreti Aysoni haqoratlab: "Qani, sen ibodatxonni buzib tashlab, 3 kunda qaytini yasab chiqadigan odam eding-ku. Endi kristdan tushib, o'zingni qutqizg'ina" deyishdi. Oli ruhaniylar va Tevrat ustozlarimi uni shundoq masxara qilib, o'zaro: "Boshqalarni qutqizibdi-kan, o'zini qutqiza olmadi. Isroillarning podshoyi qutqizuvchi Masih endi kristdan tushib baqsunchi. Biz shuni ko'rib, uningga e'tiqod qilayli" deyishdi. Hazreti Ayso bilan birga kristga mixlanganlarmi uni haqoratlashdi. Tush vaqti soat 12da bütün zeminni qorong'ulik qoplab,
soat 3gacha davom qildi. Soat 3da Hazreti Isa yuqori ovoz bilan Eloy, Eloy lama shafaqtani, ya'ni Xudoyim, Xudoyim, meni nemishqa tashlab etding, deb vaqirdi. U yerda tug'anlarning ba'zilari buni xato anglab, qaranglar, bu odam İlyas payg'ambarga murojaat qilyapti, deyishdi. Ularning ichidan biraylar yugurib berib, bir parcha bulutni akilib, arzon uzum sharobiga chilab, uni qumishning uchiga bog'lab, Hazreti Aysoga ishkizmoqchi bo'ldi va to'xtab turinglar, qarab boqayli. İlyas payg'ambar kelib uni tushirib olamdikin, dedi. Hazreti Ayso qattiq vaqirdi-da, tiniq to'xtab, jon uzdi. Shu vaqtda markaziy ibodatxonadagi parda yuqoridan tövanga 2 parcha bo'lib yirtildi. Hazreti Aysoning o'dilda turgan 105i uning qanday jon uzganini ko'rib, bu odam haqiqatan Xudoning o'g'li ekan, dedi. U yerda yana vaqani yiroqdan ko'rib turgan ba'zi ayollar bor edi. Ularning orasida Majdallik Maryam, kichik Yoqub bilan Yosning onasi Maryam va Salomlar bor edi. Hazreti Ayso Jaliliyada turgan vaqtda bu ayollar uningga egishib, uning xizmatida bo'lgan edi. Uning bilan Yerusalimga birga kelgan yana bir muncha ayollarmi ahvolni ko'zib turardi. U harp kuni, ya'ni dam olish kunining oldingi kuni edi. Kech kirib qolganda Yahudilarning oliy kengashmasining hurmatga sazovor a'zosi, Xudoning podshohligini intizorlik bilan kutayotgan Aramatiyalik Yusuf yuraklik holda vali Pilatusning oldiga chiqib, uningdan Hazreti Aysoning jasadini berishni talab qildi. Pilatus Hazreti Aysoning allaqachon o'lganligini anglab, hayron bo'ldi. U 105ni chaqirib, uningdan Hazreti Aysoning o'lganiga qanchalik vaqt bo'lganligini so'radi. U 105dan ahvolni uqqandan keyin Yusufga jasadni elib ketishga ruxsat qildi. Yusuf kandir raqs etib elib, jasadni kristin tushirib, kepalladi va qiyoda o'yilgan bir qabriga dafn qilib, og'ziga yo'g'on bir qo'ram toshni do'mbiltib qo'ydi. Majdallik Maryam bilan Yosning onasi Maryam Hazreti Aysoning qo'yilgan yerini ko'rib oldi.